Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun shu hasadxo'rlik degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada shu psixikalik nuqtadan chiqish qilib hasadxo'rlik to'g'risida e, qisqa bir savod berib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlər bu qısqa leksiyanın təfsilatında bolsun. Həsədxorluq bir xil mürəkkəb his-tuyg'u bo'lib, u gumonlanish, g'azablanish va qo'rqish qatorliq his-tuyg'ularni o'z ichiga oladi. Hasadxorluq o'xshamagan yosh va jinsdagi kishilarning hammasida ko'riladigan bo'lib, u odatda uchinchi tarafdan tahdid his qilganda qo'zg'aladi. U tahdid odatda haqiqiy mavjud tahdid bo'lishi mumkin, ham hasad qilg'uchining tasavvuridagi tahdid bo'lishi mumkin. Hasadxo'rlik o'zini tuvan ko'rish, bexatarlik tuyg'usining yetarlik bo'lmasligi yoki o'ziga bo'lgan ishonchning tuvan bo'lishidan paydo bo'ladi. Hamma odam hayotining ma'lum bir bosqichida hasadxo'rlikni boshdan kechirishi mumkin. Ammo ko'pincha ahvolda u bir xil sog'lom bo'lmagan his-tuyg'u bo'lib, insonlarning orasidagi munosabatga pasib ta'sir ko'rsatadi. Odatda hasadxo'rlikni tuvandagidek bir necha turga ayirish mumkin. Birinchisi aqliy hasad, ya'ni tushunishga bo'ladigan normal hasad. Ikkinchisi sağlam bo'lmagan, ya'ni binormal hasad. Üçüncüsü aile a'zolari orasidagi hasad. To'rtinchisi romantik munosabatdagi hasad. Beshinchisi jinsiy turmushdagi hasad. Oltinchisi kuch, huquq, mansab, foyda ziyon, manfaat degandagidek jihatdagi hasad. Albatta, ba'zilar hasadxo'rlikni faqat normal va binormal hasad deb ikki cho'ng turga ayirishi mumkin. Ya'ni bu hasadxo'rlikning turdagi birinchi va ikkinchi turdagidek. Ya'ni aqliy hasad yoki normal tushunishga bo'ladigan hasad, ikkinchisi sog'lom bo'lmagan hasad. Ba'zilar hasadxo'rlikni faqat mushu ikki cho'ng turga ayirishi mumkin. Hasadxo'rlikning ro'yi yoki hissiy ifodalari. Birinchisi, davomliq qarshi tarafni ayblaydi, tanqid qiladi. Ikkinchisi, davomliq qarshi tarafdan qusuruq va xatolik izlaydi. Uchinchisi, davomliq qarshi tarafning muvaffaqiyatlarini inkor qiladi, mag'lub bo'lishni tilaydi. To'rtinchisi, davomliq qarshi tarafning yomon gapini qiladi, hatto haqoratlaydi. Beshinchisi, davomliq qarshi tarafdan gumon qiladi, ishonchsizlik his qiladi. Oltinchisi, o'zining nachar o'y xiyollarini va qilmishlarini kontrol qila olmaydi. Yettinchisi, qarshi tarafni o'ziga raqobatchi va yoki tahdid hisoblaydi. Sakkizinchisi, qarshi taraf bilan to'la gap talashadi, maqsadlik xato maslahatlarni berdi, xato yo'l ko'rsatadi. Ya'ni yiqilib tushishni, o'rilib tushishni, mag'lub bo'lishni har zamon umid qiladi. To'qqizinchisi, boshqalarning xushalligidan rohatsizlanadi. Mana bular hasadxo'r kishilarda bo'ladigan ro'yi va hissiy alomatlar. Undaqda bu hasadxo'rliklarda yuqorqidek ro'yi yoki hissiy ifodalardan boshqa qandaq fizikalik, ya'ni jismoniy kasallik alomatlari bo'ladi degan vaqtida hasadxo'rlarda birinchisi bosh, oshqozon va yoki yuragi og'rish bo'ladi. Ikkinchisi qon besimi o'rlab ketadi yoki qon besimi egizpas bo'ladi. Yuragi tez so'qadi. Üçüncüsü haddidan ziyoda tashvishlanish bo'ladi. To'rtinchisi
uruqlab ketish yoki badan ig'irligi tushib ketish bo'ladi. Beshinchisi uxlayolmaslik yoki uyqusi qalayimqonlashish bo'ldi. Oltinchisi ishtaha yaxshi bo'lmaslik, tomoq yegisi kelmaslik ahvollari yuz berdi. Yettinchisi immunitet kuchi ojizlashish, oson kasal bo'lib qolish ahvollari yuz berdi. Demak, hasadxo'r insonlarda bu o'zidagi hasadxo'rlik ro'yi ro'yi yoki psixikasi tufaylidan bu insonlar o'zimi shu jismoniy jihatdan rahatsiz his qilishi yoki ba'zi badanidagi beoromliklarga duch kelishi mumkin. Demak, hasadxo'rlik shu hasadxo'r odamlarning boshqalarga bo'lgan o'chmanligi hasad qilishi tufaylidan o'zimi orom yashayolmaydi. Undaqda bu hasadxo'rlikni qandoq bartaraf qilish kerak yoki qandoq davolash kerak degan vaqtida hasadxo'rlik normal hissiyotning bir qismi bo'lib, sog'lom hasadxo'rlik munosabatni qadrlash yoki uni muhim o'ringa qo'yishga turtki bo'lishi mumkin. Ammo hasadxo'rlik chekidan oshsa yoki benormal hasadxo'rlik bo'lsa, u insonlarga ziyon elib kelishi mumkin. Hasadxo'rlik sog'lom bo'lmasa, chekidan oshgan yoki kontrolsiz hasadxo'rlik bo'lsa, ham shundaqla his tuyg'u va qilmishi aqlga sig'maydigan bo'lsa, u holda cho'qim psixika doktoriga ko'rinib, sistemalik davolash ilib berish kerak. Bo'lmasa, hasadxo'rlik yolg'iz boshqalarga emas, o'ziga, o'ziniki ro'yi va jismoniy sog'lomligiga ziyon elib kelishi mumkin. Hasadxo'rlik to'g'risidagi bu qisqa leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammamizga axloq, aql, farosat va insof ato qilsin. Hammanglarning tenining salomat, ishlaringlarning o'ngishli bo'lishini tilayman.